Mana bizdeki Sharqiy Turkistondagi ay yıldızlıq kök bayrağının yerge düşkenligini görüp, bana bu kök bayrağını yerden igiz götürüyatkan kıyırındaşlarım. Hemminlerden Allah razı olsun. Bana bugünkü günlükte vatangi berivatkan ve vatanның yolu içilivatkan, bana bir iş fırsatına buluvatkan bugünkü günlükte, bana bu günlerde şu vatangi barvay, bana bu kurbanlıklarını berip, bana bugün müstakilini şekayen barlık kıyırındaşlarının ki ayığı gülülen tolsundayma. Hemminlerninki bugünkü muşuk bayrağımızı igiz götürüp tuğallıqlarga ben şunda xursand buldum ve hoş buldum. Benim demekçi bolgan sözlerim asaslıqı vatanga ketip alganlar ve bu davarımızı setip atganlar to'g'riliq. Afsus, men bu to'g'riliq qattiq bir so'zlarni qilmoqchi edim. Aramızda mana o'sha ailesidan vatanga ketip olsimi, yana o'sha bayrağını yerga tashiytib, shular bilan birlik vatanga bormay, o'sha bayrağını igiz ko'tarib o'sha maydonlarga kelayotgan shu onalarimizdan, shu hadalarimizdan Alloh razı olsun. Ben şu qeyrindoshlarimizni shunda faxrlandim. Shu ailesini mushlarni ugunib, mana shu shakllarda, shu maydonlarga bular bilan birlikda kelishini Allohdan so'rayman. Bizningki mana davarimizningki asli egilari bo'lgan bizlar va mishada tug'anlar bizningki mana o'sha davarimizni vatanga ketib olganlar setib o'tirdi qarindoshlar. Mishaga vaqtimizda chiqarib kelayotgan hammamizniki shu bir qurbonlik berayotgan shu minutlarimizni setib yetib bordi qarindoshlar. Bu biz uchun nihoyatda og'ir keldi. Asli buni demasligimiz kerak edi. O'z millatimizning ichidan, o'z millatimizga qarshi bu so'zlarni qilmasligimiz kerak edi. Ammo biz qilishga majbur bo'lyapmiz va majbur qilyapmiz. Buni biz qilmasak, bu so'zlarni biz demasak, bu keyingi avlodlarimiz mana buni ko'rgandan keyin bu bayroqlarni yerga tashlab o'tib, o'sha vatanlarga berib kelish va bu bayroqlarga yo'q qarmaslikdan iborat. Keyingi da'vorimizning egillari bu sakinlardan chiqib qilish ehtimolliqni aytish kerak edi. Aziz qarindoshlarım, vatanga berish hammamizningki orzusi. Ammo mana bu ko'k bayrog'imizni vatanga ko'tarib berib, ana shu zaminimizga qadash va mustaqilligimizga ega bo'lish hammamizningki birlikda shu vatanga berish majburiyati bor. Va yana da'vo bo'lsa, da'voni ko'rmasga silib, mushunchalar qarindoshlarimiz o'shaga chiqib, millatimiz uchun kuch chiqarib olsa, buni ko'rmasdan keyin vatanga berib kelib, yana o'sha millatning ichida yursa, biz bularni o'z oramizga olsak, bizmi shu zolimdan bo'lamiz qarindoshlar. Bular shu zolimning tarafini tutdi. Bular bizni sotdi. Biz ularni aramizga olmasligimiz kerak. Aramizda siqishimiz kerak, chunki ular o'zining yo'lini o'zi tanladi. Biz o'zimizning yo'lini o'zimiz tanladik. Bizdan elimiz inib kelsa, biz qo'shilamiz. Ammo bu yo'ldan inib kelmay, bu yo'lda davomli shu zolim taraf turadi ekan, u zolimdir. Onun bilan ko'rishgan zolimdir qarindoshlar. Buni esimizda kim tutayli? Mana o'sha berib kelayotganlarga biz o'z maydonimizni bildirishimiz shartdir. Shuning uchun qarindoshlarim, bularni biz Avstriyadagi bir turkum, Avstriyada tug'ilgan yoshlar bilan birlikda bir guruh qurib, biz Avstriyaning barliq organlariga, boshlangan mas'ul organlariga vatanni sotgan, millatini sotgan, davlatini sotgan, bu davlatni sotdi degan temada biz hammaga xat yozishni tayyorlayapmiz qarindoslar. Buni anglamaganlar anglitib qo'yinglar, bilmaganlar bildirib qo'yinglar. Bizni sotganlar bu davlatni sotdi. Bu davlatning qo'lidan keladigan ishini qilish kerak ularga. Bizde kanun yok, bizde kuch yok, biz ularni jazolamaymiz. Ama bir yerde yaşayotgan bu devletning kanunu bor. Cho'qim ularning qo'li orqali biz bularni jazolaymiz. Biz bunda boş qo'yversak, mana bu ko'k bayroqlarimiz ertaga yerlarda so'rilib yuradi qarindoshlar. Buni ko'taradigan odam qolmaydi. Biz bu bayroqimizni egiz ko'targan keyingi avlodlarimizga mana mishada qarab beqinglar, mishada tug'ilib, mishada cho'ng bo'layotgan, tegishib toshmagan bolalarimiz, farzandlarimiz bor. Mana bularning oldida shularning yuzi qizarmasdan, shu vatanning suyunishgan, dinini yeganlar vatanni setib o'tsa, mana shuning oldida shuning yuzi qizarmagan bo'lsa, ularningki qalbi qardab ketgan. Ularda zarrichilik, millat deydigan narsa yo'q degan gap. Biz ularni aramizga olsak, bizni shunda bo'lib ketishi mumkin. O kesel bizga chiqishi mumkin. Biz qalbimizni pok, sog', mana bu davorimizni tek turish uchun bularni biz aramizdan chiqishimiz kerak.
Biz adaletli yaşlar bunlarni salımını mı kabul kılmayız bundan keyin bunlarga qaraydigan ko'zimiz mi yok. Shuning uchun javob barliq hammanglarni bo'shtonga tavsiya qilaman. Biz bu ishni qilmasak, bu bayrog'imizni ertaga yerda ko'rasizlar. Shuning uchun hammanglarningki so'zimni to'g'ri tushunishinglarni, to'g'ri qabul qilishinglarni, to'g'ri yetkazishinglarni tavsiya qilaman. Bana bugün qarab yiqinglar bu yerga, sonimiz ozotidi. Bunlar bu sonimiz ozotidi. Bunlar bu sonimiz ozotidi. Ertaga bu davoni qiladigan odam topolmaydigan ish chiqib qoldi. Vatanimizdagi ezilayotgan shu zulm uchrayotgan millatlarni, ani millatimizning shuma qarab yiqinglar. Ma rara surat qarab yiqinglar. Ma charsiz qolgan ko'zlarga qarab yiqinglar. Bu ko'zlarga ma chiroyli bir qarab yiqib Enandan keyin vatanga baramdoq, bamamdoq buning bir qaraydi. Vatanga berib kelgandan keyin sening shu ota-onangni qaytadan zolim Xitoy izidi. U azganda sana telefondan meni manda qilyapti deyolmaydi. Qarindoshlar, sen shaxsiyatingni eng yuqori o'rin qo'yib berib kelsan, ama biz mayada davarımızdan urilishidan bir ziyon topsak, ana shu sizlar ko'rishganlar olgan ota-onanglar hayot zulmga uchraydi. Diximi qattiq zulm besimning ostida qoladi. Sen berib kelganga xotirjam yashaysan yana. Ama vatandagilar sening shu berib kelganingdan jazosini totadi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Sharqi Turkiston jamiyati nomidan hammanglarga yana bir qatim rahmatimni aytaman. Kipim qattiq ketgan bo'lsa, xafa bo'lmaysizlar. Xafa bo'lsangizmi, benda amal yo'q.